Mol boqish, go'sht uchun biznes rejasi. Buxoro viloyati onbosh mol loyiha maqsadi. Ushbu loyiha Buxoro viloyatida onbosh semirtiriladigan qoramol boqish orqali go'sht ishlab chiqarish va mahalliy bozorlarga yetkazib berish maqsadida tashkil etiladi. Asosiy niyat sog'lom, to'yimli yem bilan boqilgan buqalarni yarim yil davomida semirtirib, yuqori sifatli go'sht shaklida sotish orqali barqaror foyda olishdir. Joylashuv va sharoit. Ferma Buxoro viloyatida suv manbaiga yaqin, havosi toza va shamoldan himoyalangan hududda joylashadi. Molxona onbosh mol uchun mo'ljallanadi. Har bir mol uchun alohida joy ajratiladi. Suv, shamollatish, elektr va tozalik sharoitlari ta'minlanadi. Shuningdek, chiqindilar uchun maxsus joy tashkil qilinadi. 3. Mol tanlash va sotib olish. Boqiladigan hayvonlar 12 oydan 15 oygacha bo'lgan sog'lom buqalar bo'ladi. Ular semirtirishga yaroqli mahalliy zotdan tanlanadi. Har biri o'rtacha 200 kilogramm atrofida bo'ladi. Har bir buqa uchun mos narxda xarid amalga oshiriladi. Jami 10 bosh mol sotib olinadi. Boqish muddati va oziqlantirish rejasi. Boqish muddati yarim yilni tashkil etadi. Har kuni har bir molga beda, somon, arpa, kepak va makkajo'xori aralashmasidan iborat yem beriladi. Bundan tashqari, tuz, suv va vitaminli qo'shimchalar muntazam ravishda beriladi. Mazkur rejimda mol tez semiradi va sog'lom bo'lib o'sadi. 5. Xarajatlar. Loyiha uchun asosiy xarajatlar quyidagilardan iborat. Mollarni sotib olish qiymati, yem-xashak xaridi, veterinariya xizmati va dori vositalari, ishchi haqi, suv, elektr va transport xarajatlari, molxona ta'miri va jihozlash ishlari. Umumiy hisobda bu xarajatlar katta bo'lmagan miqdorni tashkil etadi va loyiha uchun yetarli sarmoya bilan qoplanadi. 6. Daromad hisoboti. Yarim yil davomida har bir buqa tirik vaznini deyarli 2 barobar oshiradi. Soyilganda har biridan 250 kilogrammga yaqin sof go'sht olinadi. Go'shtning 1 kilogrammi bozor narxida sotiladi. Shunday qilib, onbosh molning umumiy daromadi barcha xarajatlarni to'liq qoplaydi va ustidan ancha miqdorda sof foyda qoladi. 7. Foyda va rentabellik. Daromad barcha xarajatlarni to'liq qoplagach, taxminan 3dan 1 qismi miqdorida sof foyda qoladi. Yarim yil davomida bir marta shu natija olinganda, yil davomida 2 marta takrorlanadigan siklda foyda miqdori yanada ortadi. Boshqacha aytganda, bu loyiha yiliga barqaror daromad keltiradigan, xavfi past va o'zini tez oqlaydigan yo'nalishdir. 7. Foyda va rentabellik. Daromad barcha xarajatlarni to'liq qoplagach, taxminan 3dan 1 qismi miqdorida sof foyda qoladi. Yarim yil davomida bir marta shu natija olinganda, yil davomida 2 marta takrorlanadigan siklda foyda miqdori yanada ortadi. Boshqacha aytganda, bu loyiha yiliga barqaror daromad keltiradigan, xavfi past va o'zini tez oqlaydigan yo'nalishdir. Biznes haqida eng foydali videolar shu yerda. Obuna bo'ling, like bosing va fikringizni kommentda qoldiring.